Assalomu alaykum qadrli obunachilar. Bugun biz Farg'ona viloyati Yazovon mol bozoridamiz. Bugun 3-iyun. Bolasi 15 kunlik aka. Nechta suti bor aka? 8 ta 9 ta sog'olyapti. 8 ta 9 ta sog'olyapti. Tish buzgan aka, nechta kilo? 6 kilo. 6 kilo. Narxlari aka necha pul deyapsiz? 35 deyaptilar aka. Kelishni uradi aka. Aka qiziqganlarga telefon nomeringizni berasiz? 302 12 13. 12 13 a? Ko'da nechilik? 90. 90 lik kodi bilan. Evichisi yaxshi aka. Ay, shu sog'orasi. Sog'orasi, boraveradi. Xo'p. Navbatdagi sigirimiz mentalga gibrid ekan. Rossiyskiy endi plus ko'rib turibsizlar. Bolasi xonajimi? Xonasi ikkinchi bola. Ikkinchi bolasi. 4 kilo onasi. 4 kurach. Shu nechta bor? Suol bir hafta bo'ldi, tuqqaniga 10 litr beryapti. Endi hali sutni ham yo'rasan. 10 litr sut beryapti. Yevichi joyida aka. Joyida. Yurgizib ko'raman arqalarini. Voy. Oybek aka necha pul baholayapsiz? Endi xalqimizda qiynamaydi, yengilroq uramiz. Bo'ldi. Bizlar 55 kami bor. Biz 37 jicha kami bor. Ko'p emas. Telefon nomeringizni berasizmi? 33lik 33lik 647 aha 87 98. 87 98. O qiziqqanlar aloqaga chiqib ko'rasizlar. Xo'p, navbatdagi gibridimiz. Bir haftalik xonajini bor ekan. Nechinchi bolasi bu? Ikkinchi tug'ish ekan. Tishi-chi aka? 4 ta. 4 kurak ekan. Nechta sut beryapti aka? 15 ta beryapti, kuniga qo'shyapti. 15 ta, hozircha 15 ta beryapti, kuniga qo'shilyapti ekan chechadan. Orqa tomondan ko'rinishi. Necha pul baho aytyapsiz? 65 ta. 65 deyilyapti aka. Necha pul berasiz aka? Telefon nomeringiz aka? 90 lik 534 20 74. Qiziqqanlar aloqaga chiqaverasizlar. Xo'p, yevich joyida aka. Bemalol sog'ishaveradi, ha? Yuvoshlik yaxshi. Xo'p. Navbatdagi sigirimiz. Bolasi xonajimi nomosicha? Xonajincha 5 kunlik, a? 5 kunlik. Ke bola nechinchi bolasi bu aka? 3-chi bolasi. Tishi qanaqa? 8 kurak. Sut nechta beryapti aka? 20 taga. 20 taga suti bor.
Aka qancha baho aytyapsiz aka? 55 million kam bor aka, hozir keldim. 55 million kami bor. Aka qiziqarlar telefon nomeri deb olasan. 95lik. 95lik. 960 0107. 960 0107. Bozoringiz bersin aka. Xo'p, navbatdagi sigirimiz bolasini ovozchi deb so'raganlar bo'lsa, bolasini ovozchi ekan. Necha kunlik aka bolasi? Bir haftalik bo'libdi. Xo'p, nechisi tug'ishi aka? 3-chi qorin, 3-chi tug'ish ekan. Tishi aka 8 kilo ekan. Nechta suti bor aka? 20 litr sut bor ekan. Neç bir baho bo'ldi aka? 55 million deyapmiz. 55 million deyapsiz. Nima bor? Bo'ldi. Aka qiziqqanlarga nomer qoldiraveramizmi? Sotib olamizmi aka? Yozib ham qo'yavering. Bo'ldi, aytavering. 90lik 833 833 1850. 1850. Bozoringiz bersin aka. Xo'p, Chorniy Pyostra rossiyskiy sigirimiz. Xo'p, qanchalik aka bo'g'oz? 2 oylik aka. 2 oylik. 2 oylik bo'g'oz 20 ta suti bor. 20 ta suti bor ekan, 2 oylik bo'g'oz ekan. 8 kilo ekan, 4-qoringa ekan. 50 million kami bor deyilyapti ekan. Savdo bo'ldimi aka? Har xil bo'lyapti. 42-43 bo'libdi. Xo'p, aka qiziqqanlarga telefon nomeri qoldiramiz. 91 158 41 18. Navbatdagi sigirimiz nechta suti bor aka? 20 ta suti bor ekan. Xo'p. Bu qo'yilgan gumoni bor aka. Gumon. Nechinchi qoringa aka urib qo'yilgan? Novosga qo'yilgan. Novosga qo'yilgan. Ikkinchisiga. Ikkinchisiga hozir. Xo'p, tish kuraklari qanaqa? 2 kilo. 2 kurak. Telefon nomeri beramiz aka. Bo'ldi. Bozoringiz bersin aka. Xo'p, narxlari 60 million ekan. 40-45 so'ralibdi akalar. Xo'p, bozorimizga Angus sigirimiz kelgan, yana bolasini ovoz. Bolasi necha oylik dedingiz? 14 oylik. Bolasi 14 oylik. Xo'p. Bu nechinchi bolasi aka? Bola. Uchinchisi qoldi. Qornida uchinchisi. Qanchada necha oylik bo'ldi? 5 oylik bo'g'oz. 5 oylik bo'g'oz. Qornida uchinchi bolasi, bu ikkinchi bolasi. Tishi qanaqa aka? 6 ta. 6 kilo tishi. Bolasi ham deyarli onasiga yetib olibdi.
Xo'p, aka, necha pul baho aytyapsiz? 110 million, ha? Jupiga 110 million. Necha pul so'raldi, aka? 90 qilishdi, aka. Xo'p, qiziqqanlarga aka telefon nomeringizni berib yuboramiz. 91lik 694 62 32. Qiziqqanlarga aloqaga chiqib ko'rasizlar. Mol nihoyatda zo'r ekan. 8 oylik 10 kun. Xo'p, akalar rossiyskiy sigirimiz 8 oylikdan o'tibdi, qonunga bo'ladi. Nechanchi bu? Aka nechanchi qorangi? Ikkinchi qorangi. Xo'p, kuraytishlar aka. 6 ta kuraytishi. Yevish joyida aka. Mana bu. Yemas ishisi bilan bo'lmaydi. Bo'ldi. Aka. Nomer beramiz, ha? Bo'ldi, aka. Necha pul baho aytilyapti aka? 50 million. 50 million aytilyapti. Xo'p, so'rashdimi aka? Necha pul qilishdi? So'rashyapti har xil. Bo'ldi, xo'p bo'ladi. Aylantirganlasini olib ketdi. Xo'p, navbatdagi sigirimiz fransuz ekan. Nechta bu aka churagi? Aka 8 ta bo'lish kerak. Yo 6 ta yo 8 ta. 6 taga ham o'xshaydi. Nechanchi qoringa bo'g'oz aka? 300 qori. 3-chi qoringa bo'g'oz. 6 ta ekan, shepim. Mana sekin qarasangiz 6 ta ekan. Necha oylik bo'lgan aka? 7 oylik. 7 oylik bo'lgan. Ha, 7 oylik bo'lgan. Necha pul baho aytyapsiz aka? 55 million. 55 million. Yo'q, aka savdo qilgan yo'q. Bozoringiz bersa aka. Xo'p, navbatdagi sigirimiz rossiyskiy qora ola sigir ekan. Aka, bu nechanchi bolasi? 4 yo 5. 4 yo 5-chi bolasi. Necha oylik bolasi? 22-yanvarda tug'ilgan. 22-yanvarda tug'ilgan ekan. Bugun 3-iyun. Xo'p, nechta suti bor aka? 20 ta suti bor aka. Mustafaga charchamasdan tinchibsiz? Necha kilo aka? 8 kilo. Necha pul aytyapsiz aka? 50 million deyilyapti. Xolasi, qo'najinchi. Tutanib. Necha pul qilishdi aka? 43 qilishdi. Rahmat aka.